Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hemmanlarga Allah'ın güzel selamları olsun. Hemmanlarning Ramazan ayı mübarek olsun. Bu Ramazanda qilgan ibadetlaringlarni Allah maqbul ibadetlar qatoridan qilsin. Dualaringlarni icabet qilsin. İnşallah düşmanlarimizga beddua ve xalqimizga yaxshi dualarni qilgaysizlar. Bugün bizni qaytadan yüz görüştüğüne Allah'a hamdlar olsun. Qarindaşlar, aldı bilen kursant qarindaşlarımga bir tapşırık var. Kursantlarga bu tapşırık mecbur. Çokum cevap yazmasanlar bulmaydı. Başka anlıqçılar eğer üzanlarını sınap bakkanlar kelse sizlermi cevap yazsanlar buludu. Sizlerge ihtiyar. Kursantlarga mecbur. Tapşırık şu qarindaşlar. Bu bugünkü resmi ders emas, derstin taşqırı bir tapşırık. İkinci Dünya Uruşu devri. Taxminan 1943 yılı 4. ayla Otur Avrupa tüzlenliki. Sovet İttifaqı umumiyüzlük hücumga ötken Germaniya armiyasi chekinishni başlagan vaqtlardan bir necha ay keyin Aytavur Belarusya, Ukrayna ve Rusya üçünün chegirlangan atroflari. Otur Avrupa tüzlenlikini bilisizlar qarindaşlar. Tüzlenlik dese futbol meydanı o'xshash tüyüp tüz emas. Bazı döngler, bazı oylar var. Yar yıqıllar. Umumiyüzlük tüzlenlik ama. Tağ yok degen gap tüzlenlik degen. Coğrafiyadaki tüzlenlik tağ yok. Ama yanıla bazı egizbeslikler buludu uşak. Germaniya armiyasının aldınqı sep komandanı Lahmida nimede turup, Xandekti turup, durbun bilen şarq tarafını küzdüdü. O çet, bu çetke köz yetkisiz tüzlenlik. Bir yaylaq. Bu yerda hiç qandaq mahalli yok. Ahali joylashgan noktalar yok. Görünmeydi ola bu. Görünüşünün sırtıda buluş gerek. Bekjirakta. Hatta bir padıcı ya bir ormancının kepsi mi yok. Şu kadar cimcit ki bu şarak. Goya ta ufukça adam yaşamaydığandek tuygu verildi. Ya bu Ruslarning armiyasi qayerda? Nega yoshirindi bular? Bilgili olmaydi. Jimjit. Jang aldidagi sukut deb qo'ydigan bir sukut var-ku. Canni qiynaydigan. Elali gumbu-gumbang başlanışının aldidagi bir jimjitlik. Qo'mondan durbunni qarayotganida bir döngning üstüde, taqir bir döngning üstüde bir midirligan narsa ko'rdi. Durbunni texmi inchik tangshab qarasa, Etiyazning optipiga meydisini qaqlab,
tushdan keyinning quyoshig'a adab qo'lini yalab tujib bilib yuzini yuvayotgan bir mushuk qo'mondan rost ko'rdimmi yolg'onmi deb nimani chaqirdi istixborot ofitserini qarag'ana janovarga nima u qaraydi haqiqatan bir mushukna chiroyli umoq bir mushuk ikkisi bir-biriga qarab kulimsirishdi topshiriq mana shu qarindoshlar endi buning oxirini analiz qilasizlar va topshiriqqa yozasizlar bu qo'mondan qanday qildi askar oldin bir ishkini avatib mushukni tutib akkilib oldimi yoki alayda tarbiyalangan marganlarni musobaqaga selib etib beqanlarni deb atqizib yoki boshqa ishlar yuz berdimi buni tahlil qilib topshiriqqa yozasizlar bu topshiriq muloyiza iqtidoringlarni tasavvur iqtidoringlarni sinaydigan topshiriq shunlashqa nihoyatda muhim topshiriq yozmasang da bo'lmaydi topshiriq tamam qarindoshlar endi bugungi darsning o'ziga kelamiz ko'rayotganinglardek mavzu 200lik josuslik 200lik josuslik deganimiz bir istixborot tashkilotining a'zosi bo'lib dushman tarafdan istixborot to'plashga vazifalantirilgan kishi ammo dushman istixborotiga setilgan kishilar o'zi tarafga ahamiyatsiz uchurlarni yo'llab xizmat qilayotgandek ko'rinsimi dushman tarafga sodiq ishlaydiganlardir 200lik josuslar bilan og'maxallarning farqi og'maxallar tashkilot ichida bo'lib uchur to'plash vazifasi yo'q u arxivchi yoki muloyizachi deganga o'xshash boshqa ishlari bor uni dushman tarafidan to'plab kelingan uchurlarga erisha oladi og'maxallar arxivchi bo'lganligi yoki boshqa munosabatlik vazifada bo'lganligi uchun tashkilotga to'plangan uchurlarga erisha oladi va buni satalaydi agar xohlasa og'maxon bu ammo 200lik josuslar normalda dushman istixborotini to'plashga vazifalangan ammo bu arada dushmanga setilib ketib her ikki tarafga ma'lumot sunadi cho'qimki buning birisi rost birisi yolg'on bo'ladi bunday ahvollarda qarindoshlar hatto bizning jasusimizdan birini sahada dushmanga yolg'on setilg'izib 200lik jasus yaratishimiz mumkin u dushman tarafga yolg'on sodiq biz tarafga yanala haqiqiy sodiq bo'lishi mumkin bu bir operatsiya orqali vujudga chiqariladi atay ammo o'zligidan setilib ketadiganlar biz tarafga yolg'on sodiq dushman tarafga haqiqiy sodiq bo'ladi bu haqda ba'zi misol va hikoyalar Amerika armiyasining qarshi istixborot ofitserlari 200lik josus sifatida xizmat qilishi uchun maxfiy hujjatlarga erishimi bo'lgan
bir leytenantni tanlaydı. Biz ahiret degan tür ve terbiyeleydi. Uni Germaniyadaki bir bazının sırtida Amerika'nın Germaniyada harbiy bazaları var, bilisizlar. 2. Dünya Urushidan beri her zaman Amerika armiyasi var. Bazının sırtida Rusya istihbarat teşkilatının casuslari çoqum bo'lmay qolmaydi deb ishonilgan bir qavoqxonaga avatidi. Leytenant maslik rol o'ynaydi. Jiq chivilib mas'ulab qolgan bir rolni o'ynaydi. To'la so'zlaydi. Pul xapaliqidan dardlanadi. İşidən və Amerika siyasətini yamanlab qaqşaydı. Onu küzətiyotgan Rus istihbarat ofisirləri yeterlik dərəcədə işənç tuğuzğandan keyin onunla yaqınlaşıdı və onunla təkliflər berishə başlaydı. Yani o özünün hükümetinden narazı qaqşıqanlığı üçün və maaşının azlığı, pulunun yetmeydiğanlığının qaqşıqanlığı üçün bir acizlikni aşkar qılıvatıdı da, bu acizlik nemi degen toq hər qandaq turdaki bir acizlik casusluqda setiveliş üçün fırsat yaratıdı. Bu teklifni berishga başlaydı. Leytenant bularga asta-asta yol qo'yib bo'shab boradi. Deb bo'g'icha desa qarshi tarafning gumoni qo'zg'alib ketishi mumkin. Uning uchun asta-asta yo'l qo'ydilar. Asta-asta yumshayotganlik ta'siroti beradi. Başta qattiqlik qilgandek ko'rinib, keyin pul uchun rozilik berdi. Ishlar bo'yisin izig'i tushib, operatsiya muvaffaqiyatli davom qildi. Degan gap davom qildi degan, u dushman tarafga istihbaratchi bo'ldi. 200'lik casusdan birisi yaratıldı. Bu qasdan yaratışma o. Özü-özüdən meydana geliş emas. Bu yerdə bir əsletmə qarindaşlar. Vətəndəki çağlarımızda deməklə Xitaylar haqqında aşkarı qaqşab ketadigan cəzmisi bilan sözləb ketişlərinin aqısını əmdə biraz bilgəndək olduğunu menimcə. Bunda yüreklik sözləb ketadigan kişilərinin hürmeti olatdı xəli. Cigirva nima deyman deb. Bunun hürmetini, kişilərinin hürmetini qazandıgan bu adamlar aqısı küçlük oğaçqa aşda qo'rqmay qaqşaydı. Ularning Xitoy hukumatidan qaqshashlari sorun tanlamay, kim bor, kim yo'q demasdilla yuraklik shikoyatchilik qilishini leytenantning singib kirish uchun qo'llangan qaqshashlarga o'xshatish mumkin. FBI ve CIA qatarlıq istihbarat təşkilatları birlikdə ma'lum Amerika Milli Laboratoriyasida ishlaydigan Amerikalik Xitoy mutaxassisini bayqaydi. Xitoy bu o'zi ve ishga oladi uni. Tarbiyalaydi. Laboratoriyadagi ishida sezgur yadro quralları texnikasının materiallarına erişimi var bu Xitayning. Xizmeti dairesinde Xitay dairələri bilan
ilmiy yig'ilishlar va bas munozirlar elib berish uchun ara-sıra Xitoyga berib turdi. Bundaq fursatlarda Xitoy doiralari, Xitoy istixborotchilari uning milliy tuyg'ularini g'idiqlab baqqan, uni ona vatanga xizmat qilishning sharaflari haqida papilagan ishlar bo'lgan bo'lib, uni Xitoy istixboroti ishga taklif qilish ehtimolligining cho'ngligi haqida doklad qilgan edi. U Xitoy o'zi doklad qilgan buni. U demak Amerika xil sodiq Xitoy o'xshaydi. Keyin CIA'ning kontrolligi va boshlamchilik qilishi ostida Xitoyning g'idiqlashlariga javob berishga boshlaydi. Ya'ni bo'lishliq inkas. Oxirgi natijada Xitoy istixborotining ish taklifini qabul qiladi. Mana bu yana bir 200lik jasusning misoli. 200lik jasus operatsiyalarining nishoni nima? Nima uchun ko'plagan istixborot tashkilotlari 200lik jasus qo'llanishga havas qiladi? Buni o'ylab beqinglar. Misha to'xtatib turib o'ylab beqinglar boshda. Yaxshi bir 200lik jasusning foydalari bekmi ko'p bo'lib, ularning ishi yoki foydalarini 10 turda yig'inchoqlashga bo'ladi. 10 tur. Balkim boshqa yana foydalarim bo'lishi mumkin. Saxt xabar taqitish. Ba'zilarining düşman tarafning istixborotiga erishish mümkünçülüki bo'lmay qilishi mümkün. Elish ehtimoli mümkün bo'lmay, faqatla berish bir taraf bo'lishi mümkün. Bu holda qanday foydalanamiz? Saxt xabar taqitish. Yana birisi qarshi tarafning ishlash shaklini belgilash. Düşman tarafning düşman istixborotining boshliqlarini belgilash. Bu bek muhim. Chunki istixborotda vazifalarning nomi, kimning nima ishga mas'ul ekanligi sirtqa bilinmaydi, maxfiy u. Ashuni bilib olishmi bek cho'ng foyda saqlaydi bizga. Nima uchun? Biz u odamni nuqtaliq kuzatamiz o vaqtda. Uning ojizliklarini tadqiq qilib, uni setib olish qitirishimiz. Uning uchun qarshi tarafning boshliqlarini belgilash yana bir foydasi. Qarshi tarafning istixborot to'plashdagi ehtiyojlarini bilib olish. U istixborotning qaysi maqsadda to'playotdi? Qaysi turdagi ehtiyojiga ishlatmoqchi? Bu. Yana biri pozitiv istixborot qo'lga keltirmak. Bu agar dushman taraf uni ba'zi haqiqiy ahvollardan xabardor qilgan ahvolda u dushman tarafning istixborotini qo'lga keltirdi. Yani to'g'ri istixborotni. Yani hem berdi yolg'onni, hem oladi rostini. İki yönlük. Qarshi tarafning operatsiyalarini naka qilmoq yana bir foydasi. Qarshi tarafning pulini olmoq yana bir foydasi. Yani onun pulini elib biz tarafning operatsiya chiqimlariga ishlatadigan gap. Dushmanni qo'lda ultib, uning pulini elib xarjlaydi. Qarshi tarafning obro'yini tushirmak. Bu istixborotdagi ba'zi mag'lubiyatlar davlatningmi yuzini tushiradi qarindoshlar. Davlat boshliqlarining yuzini tushirdi xalqaroda.
bek mühim iş bu. Onun için 200'lük casuslarning yana bir paydası qarşı tarafning obro'yini tushirmak. Başka devletlerini çekip bakmak. Rakip istihbaratçılarga yem taşlamak. Mana muş paydaları var. Bularning her birisi hakkında izahat berish kerak aslida. Ko'proq izahat ve misal bersak yaxshi bo'ladi. Ama gap uşaqlab söz uzurab ketmeslik üçün bu tarafını özənglarınızdan üçün qaldırıman. Bek zürür dep qarasanlar qiziqqan türler haqqında sual sorsanlar boludu. Sözümüzün davamında bunun bazı türleriga misallar çıkıp gelişimi mümkün. İkinci Dünya Uruş devrinde meşhur bir 200'lük casus Erik Erikson bo'lgan. Erik Erikson Shvetsiyaga ko'chgan bir Amerikalik edi. Asli Amerikada tug'ilgan, keyin Shvetsiyaga ko'chgan. Ikkinchi Dünya urushining dastlabki yillarida natsistlar bilan neft savdosi qilib bek ko'p paydo olgan. Bir boy, cho'ng boy. 42-yili Germaniyaning neft sanoatiga sizmoq uchun ittifoqdosh davlatning istihboroti tarafidan ish qilindi. Ayolq cho'ng boy Erik Erikson. Onunla Germanlarning muhim qiyinchiligi bo'lgan neft jihatda yordam qilguvchi bo'lib olish. Sunniy neft tadqiqoti uchun yordam taklif qilish buyurilgan edi. Natsistlar bu yemni yutdi ve Erikson 200'lük casus oldu. O özünü goya yemleri başlık Germanlarga satkandeklaydı. Şuna Germanlar onundan qilchi guman qilmaydigan bo'lg'achqa elhamdülillah şükür. Sunniy neft sahasiga xohlagancha kiralaydi. Bu afzalligi sayesinde ittifoqdoshlarga sunniy neft sanoat rayonining koordinatlarini yetkazdi. İttifaqdoshlar sunniy neft sanoatini bombardiman qilib rasvosini chiqargan chog'dimi, nemislar bu falokat bilan Eriksonni bog'lab ko'rishni xiyoliga keltirishmadi. Chunki Erikson xalq nazarida, ya'ni betaraf davlatlardagi xalqlar va tajovuzchilik uchragan xalqlar, Germanlarning tajovuz uchragan xalqlarning nazarida nafratlik natsist ishbirlikchisi, xoin, munofiq sifatida ko'rilgan. Amerika va Angliyada la'natlanib, daim la'natlanib turadigan ismlardan biri edi. Ta ki urush oxirlashgandila, andın onun aslida ittifoqdoshlar uchun ishlagan birisi ekanligini xalq bildi. Agar xohlasanglar, bu haqda dik Counterfeit Traitor degan bir kino var. Bu şu nomli kitobga asosan ishlangan kino. Yani saxt xoin degan kino. Kinoni ko'rib baxsanglar bo'ladi. Avval bir kitob yozilgan saxt xoin deb, andin o kitobga asosan bir film ishlangan, hikoya film. Eskartish. Erikson ta'minlagan uchurlar pozitiv istihbarat turiga kiradi. 200'lük casuslarning paydalarida bir tür nimeti pozitiv istihbarat toplashdi. Mana mushuning yetkizgan koordinatlar
pozitiv istihbarat türü. Yeni bir 200'lük casus misali. Aldınqı videoda tilga ilingan Liang Katrina bulup, u Amerikaga yalgan sadık, Xitayga haqiqi sadık olgan bir tür. Aldınqı video diyadыңды ba. Yeni bir misal, Morris Childs. Morris Rusya'da tug'ilgan bulup, balılık devrinde Amerikaga köçüp kelgan. U 30-cı yıllarda Bolşeviklarning diqqatini çekken, Moskvada o'qiyotganda Amerika Kompartiyasiga ta'limot va pul yetkazib berishi uchun ish qilingan. U ta'tillarda har qatim Amerikaga qaytganda Amerika Kompartiyasiga pul ve ta'limot yetkazib beradigan kötəmiçi olğan o. Demek, bunundan yeni bir jipuçuğa erişivatımız, qarindaşlar, aynı vakitte Sovet İttifaqı Bolşevikleri dünyanın hem yerdeki başka devletlerdeki kompartiyalarını meblag bilan ta'minlabdikan. Ve pul bilan birga ancha-muncha amirmi beribdikan. Bunu bilib olgani bo'ladi. U shu ishga elingan. Amerika Kompartiyasi bilan Bolşeviklarning arasidagi to'shimichilik ishiga. U shunchalik ishonch qozongan ediki, Kreml saroyidagi kattalar arasida ularning siyosiy, kishilik xususiyatlari, qopqonchiliklari haqida hamma ujur-bujurni biladigan bo'lib ketgan. Cho'ngliga aralashgan u. Kommunist do'stlari va xayri suyarlarning bilmaydigini Morris kommunizmdan ümidsizlangan. Allohni vaq. 1958 yilidan 1977 yilga qadar FBI tarafidan ishga elingan. FBI ishlagan aslida u. FBI'ning Kremldagi odami deb atalgan. Morris jasusluk tarixidagi eng mashhur ishko'zlik jasus bo'lib, u bir vaqtda Sovetlarning Qizil bayroq ordeni bilan mukofotlangan va Amerikaning Cumhur Reis medali bilan mukofotlangan. Morris ta'minlagan uchurlarni pozitiv istihbarat turiga kiradi. Endi Germaniya istihbarati Abwehr şu zamanlardaki Germaniya istihbaratining atılışı. Urush davridagi istihbaratning atılışı Abwehr. İkinci Dünya Urushi jarayonida İngilizlar haqida istihbarat to'plashda g'oyatli ahamiyatli bir vazifani ustiga olgan. Abwehrning inson istihbarati programmasining muhim nuqtasi Angliya tuproqlariga jasuslar va buzg'unchilarni o'rinlashtirish edi. Bu planga yüzlerce istihbarat mutaxassisi qatnashgan. Nayt cho'ng jasusluk programı edi. Şuğunisi bularning hammasi bekor ketdi. Chunki nemislarning Angliyaga evatgan jasuslari taxminan 60 kadar adam ya tutuldu ya ki Angliyaliklar tarafidan kontrol qilindi. Tutmay onun nima qilayotgan hamma ish harakatini kuzatib 200'lük jasus qilib qo'llanildi yoki. Bu bo'lsa 200'lük jasuslar orqali qarash tarafning operatsiyalarini naka qilishning bir misolidir. Jasusluk pulluk bir kasbdir qarindoshlar. Nayti puljiq bu jasuslukda. Bir davlatda pulni eng ayamay xarjlaydigan soha istihbarat sohasi.
Hesabına ağın olmaydı bunun da. Her qandaq dövlətinin istihbaratı pulni ayımay xərcləydi. Pulni ayımay xərcləyəndila qımmati yuqori məlumatlarga erişkili buludu. Xəssislik qıyğanlar istihbaratdan heç nima qazanmaydı. Bunun üçün bəzida dövlətlər 200'lük casusluq arqılı düşmən dövlətinin uçurunu uğurlaş bilan qanmay pulunu mu qazandığı işlər var. Mesela FBI'nin ve Amerika armiyasının 200'lük casusu olan Joy Cassidy 21 yıl davamında Sovyetlerinin GRU'suga qarşıldı. GRU qısqartılgan söz qarindaşlar. KGB degan bu puhraviy istihbarat, GRU harbiy istihbarat. Sovyetlerning harbiy istihbaratiga qarshildi. Cassidy başdılar Rus məşğavullarına bu işni pul üçün qilayotganligini, buningdan boshqa sababi yo'qligini deb kelmoqda edi. Nima uchun bunday deydi? Bu bek muhim qarindoshlar bu gap. Pul üçün qilayotman desa, o bir axloqsiz bo'lgan bo'ladi. Qarshi tarafning nazarida. O bir pes bo'lgan bo'ladi. O bir numussuz bo'lgan bo'ladi. Ve bundaq numussuzlarning pul üçün her narsani sotadiganligiga ishonadi. Vataniga osiylik qiladiganligiga ishonadi. Agar boshqa turlik sabab ko'rsatilsa, ya'ni ideologiyalik sababdan boshqa, puldan boshqa bir sabab ko'rsatilsa, o kadar ishonchli bo'lmay qoladi. Uning uchun. Amma Cassidy'nin qilayotgani pul uchun emasdi. Chunki u ruslarning o'ziga zodi qancha pul berayotganligini mi bilmaydi. Ruslarning hisobiga pul yotqizdi, ammo u bilmaydi qancha pul berganini. U pul tashkilotga ketadi u. İstihbarat tashkilotiga. Şundaq oluşuq qaramay Rus GRU başlıqlarına ağam maaşının tevekkül qilayotgan xatarga vaqqanda hech nima emasligidan qaqshab turadi. Ruslar uni pul uchun har ishni qiladigan rasa axloqsiz bir amerikalik deb biladi. U bu pulni bu rolni bek yaxshi o'yindi. Chunki qarshi taraf pul to'g'risida qattiq taqashmagan jasuslarga bek ishonmaydi. Aslida Cassidy uchun bank hisobiga yo'llangan pullar tashkilotning kassasiga tushyotadi. Bu bo'lsa dushmanning pulini elish, sirini o'g'irlash bilan ularni ahmoq qilishning bir misoli. Amerika armiyasida qarshi istihbarat ofitseri bo'lgan bir istihbaratchi o'zining Vietnam g'azisi bir do'stini 200'lük casus qilib ishlatish taklifini berdi. Bu Vietnam g'azisi nakadan bo'lib, meyiplar o'rindiqida o'tiradi. Shu holda ma'lum bir davlat organida ishlaydi. Ish yerida maxfiy hujjatlarga erishish imkoni bor edi. Uni ma'lum davlatning jasuslik sohasiga kirgizish uchun ishga oldi. Uning hikoyasi echinishli edi. O o'zi uchun bir hikoya o'ydirdi-ku. İlgariki videolarda, eng baştaki videolarda deyilgan istihbaratchilar bir yerda rol elayotgan bo'lsa, şu rolga uygun özünün bir keçmiş hikayesini tokup çıkarıp yadlaş gerek onu. Başına hikayeler gerek. Bunun hikayesi
özünün meyiplikıga uygun halda naiti echinishlik edi. Amerikanın onu ilgari adaletsiz bir urushga evatganligi, nakab bo'lgandan keyin tibbiy yordamlardan va meyipla paravalligidan mahrum qolganligidan qaqshaydi. Tüven maaşlık bir işte işlep, hayatının qiyinchilik ichida qilishi tufayli ko'nglida bu hukumatdan intiqom shukr. Intiqom elish orzusi var edi. Hikoya mazmuni uningga yodiltildi. Düşman davlat jasuslari yemni yutdi va uni ishga qabul qildi. Endi yana bir istixborot tashkilotimi ish qildi uni. Bu operatsiya o'ngishli bo'ldi. Bularning hammasi amaliy misollar bo'lib, istixborotda dushman davlat yoki dushman millatdan quloq, ayg'oqchilarni setib olib yoki yollab ishlatganda inson bo'lish sifatida ko'riladigan ma'naviy bo'hronlar haqida bir muncha savollar tug'ilishi chuqur. O'ylab ko'rdingizmi? Qanday savollar tug'ilishi mumkin? Yani bir insan qandaq bo'lib bu darajada vijdonini yo'qotib, o'z vataniga, o'z millatiga qarshi dushmanga ishlaydi. Buningga majbur qilgan omillar har qancha yo'lliqdek ko'rinsimi, o'zining millati duch keladigan ziyonlar, mag'lubiyatlar, hatto qatlamlardan yuragi aytishmamdigandi degandek savollar tug'ilishi chuqur. Qarshi tarafdan odam setib olib ishiltish mavzusida istixborotchilarning har biri birer mutaxassis deyishimiz mumkin. Ular inson balasidagi ojizliklarni bayqash va uningdan qanday foydalanish haqida haqiqatan mahoratli kishilardir. Istixborotchilar dushman tarafdan setib olib ishiltiladigan kishilar ichida ma'lum fikrga ega kishilardan eng ehtiyot qiladi. Çünkü ularning har qachon vijdoni uyg'unib qolishi, o'tmishda qilganlarga pushaymon qilishi, ishdan to'xtab olishi mumkin. Hatta qarashiga o'tib ketishi mumkin. Bundaq odamlar vijdonining signaliga milliy tuyg'ulari, qondoshlarga bo'lgan ichag'irtish tuyg'ularining uyg'unishi tufaylidan hatta tamamen qarış qutupga o'tib ketish, buning bilan mo'lcharligisiz ofatga aylanish ehtimoli yo'q emas. Bunda Allah'ning oldini olish uchun uni ishga olgan istixborotchi, ya'ni uni ishga olgan shu bir odam taniydi uni. Istixborot nayti ko'p hollarda yakka aloqa qiladi. Bir odam bilan bir odam. İşqa ağan istixborotchi deganimiz shu. Uni ishqa og'ini aloqadagi istixborotchi. Har an uning g'ururini paplab uxultadigan, ishni g'oyiviy laplardan uzoqlashtirib, amaliy hayotga yaqinlashtirishga urinib turishlari kerak. Ya'ni uning bu xizmat orqali insoniyatning texmi baxtiyor bo'lish uchun, tinchlik uchun tuhfa qo'shayotganligi gerçi ahirki ulug' manzilga yetkicha ba'zi qurbon berishlar, hatto ba'zida ma'sumlarning qani eqishi mumkinligi. Biroq bundaq dastlabki qurbonliklarning hammasi ahirki tinchlik, eng ahirki parlaq istiqbol uchun ekanligi haqida fikrini yetaklash orqali uning ko'nglini taskin toptirishga to'g'ri keladi. Onun xizmetini muayyenleştiriş, maqtash orqali uning ikki taraf tanglashib, ikkilanish ishida qolgan hissiyotida bir tarafning besib ketish uchun yordamchi bo'lishga to'g'ri keladi. Aslida buni texmi keng, texmi cho'nqur psixik analiz qilish kerak. Bu turdaki adamlarning aşı ikkilanish hissiyotini ve düşmanga ishlash jarayonidagi vijdon azobini
nayt cho'nqur psixik analiz qilishga to'g'ri keladi. Hayvon tabiatlik odamlar pul uchun, shaxsiy paravallığı uchun onasini setishdan yanmaydigan turdikilarga tasalli etishning hojati yo'q. Ularni hatto haqoratlab, döşkəlab turibmi ish qilsag'ili bo'ladi. Chunki ularning ko'zlaydigini kishilik qadr-qimmat emas. Faqat pul bo'lganlikdan boshqasiga e'tibor qilmaydi u hayvonlar. Ideologiyalik birlik tufaylidan ishlaydiganlar eng ishonchlik va eng dardi yo'q bir turi bo'lib, ular pul talab qilmagandan boshqa ularga aldamchilik turdagi ruhiy talqinlarning keragi yo'q. Yana bir tür quyruqi tutib olinganligi uchun, ya'ni shantajga uchraganlikdan ishlaydiganlarning ruhiy holati har zaman ochiq pushaymon ichida bo'ladi. Vijdon azobi, gunohkorlik tuyg'usi tarafidan qiyin qistab uchraydi. Lekin xalqi olamning oldida echilib qolsa bo'lmaydigan ma'lum satchiligi bo'lg'achqa, ikki toshning orasida qolgan vaziyatda bo'ladi. Bulardan irodasi kuchli bo'lganlar o'zini o'ltirib olish orqali qutulishi mumkin. Bundan misollarım bor. Jasuslikqa oid kitoblarni o'qisanglar. O'zini o'ltirib olib qutuladi. Endi jeni tatliq kelgan bo'shanlari hayoti bo'yi vijdon azobi ichida dushmanga ishlashni davom qildirdi. Yoki düşmanning haliqidek saxt talqinlarini büyük bir g'oyaga as qo'shyapsan, sen garchi bu o'zingning millatingga qarshi ish qilyapman deb mandaq haliqi kichik tarafidan o'ylavagining bilan agar sen cho'ng rasmni ko'rgan vaqtingda sen büyük bir ishning ishidagi nayt muhim bir rolni olyapsan deydigan aldamchilik turidagi talqinlarga ishongan bo'lib olib, o'z vijdonini o'zi gollaydi. Endi hal bu. Bu ahvolda ikki yuzlik jasuslarning sadoqatiga qanday ishonch qilg'ili bo'ladi? Agar uning ta'minlagan uchurlari o'zi tarafga zo'r ziyon keltiradigan ve başka manbalar orqali tasdiqlangan ma'lumotlar bo'lsa, uningga ishonch qilishga bo'ladi. Ammo tuvan qimmatdagi ushaq ishlar haqida ma'lumot berib, vaqt o'tkazishga, pul olishga urinayotgan bo'lsa, uning sadoqati ishonchsiz deb qaralib, ko'z tush obyekti qilindi. Va u yo'llagan ma'lumotlarni ishonchlik deb qaralmay, başka türlük mənbələrdən kelgan o'xshib ketadigan uchurlar bilan selishtirilib tasdiqlashni kutadi. Tasdiqlanmasa yolg'on bo'ladi. Qarindoshlar, bugun mushaqicha gaplashaylik. Hammanglar Allohga emanet. Ramazan'ı muvaffaqiyatli o'tkazishinglarga ve Ramazan'da mol ibadet qilishinglarga tilakdoshman. Ramazan jarayonida duo qilib qo'yasizlar. Allohga emanet.